Assalomu alaykum. What's up, fellas? Keyingi Xitoy siyosiy tarixidagi voqelikka, eng muhim voqeliklardan biriga to'xtalishga qaror qildim. Bu 1951 va 1952 yillarda bo'lib o'tgan, inglizchasiga bu 3NTs, 5NTs voqeligi hisoblanadi. Ushbu nomlanishlar o'zbek tilida qanday kiritilganligi meni xabarim yo'q. Shuning uchun ingliz tilida bu ma'lumotlarni berishga harakat qilaman, lekin ta'rif albatta o'zbek tilida bo'ladi. Bu asosan o'sha yillarda Maoning o'zini qabul qilgan qarorlarning eng olamshumurlari, ya'ni eng ovozlashgan siyosiy kampaniyasiga tegishli bo'lgan ushbu qarori bo'lib o'tgan. Bunda eng asosiy maqsadi Xitoyda yoki ichki tizimda byurokratiya yoki korrupsiya holatlari va isrofgarchiliklarga qarshi yoki undan tashqari soliqlarni to'liq o'z vaqtida to'lash, pora berishlar va toza ishlashlar, o'g'irlik qilmasliklar kabi g'oyaviy ustuvorliklarni o'z ichiga olgan ayni davr va o'sha davrda bu siyosiy qarordagi yurishda asosiy maqsadi bu o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish, soliqlar yoki hamma to'lovlarni vaqtida bo'lishligi asosiy maqsad shu bo'lishiga qaramay, lekin bu ko'rinishning orqasidagi soyasi boshqa ta'sirga ega bo'lgan, ya'ni ma'lum bir o'sha CCP tizimiga qarshi bo'lmoqchi bo'lgan tizim, guruh, lider yoki qaysidir bir insonlarni aynan targetida tushgan, mo'ljaliga tushgan bo'lgan o'sha kabi o'zgarishlar yoki o'sha kabi CCP Maoning liderligiga muxolif bo'la oladigan har bir nuqta o'sha yerda eliminate, ya'ni aynan o'sha vaqtda yo'qotilishga harakati bo'lgan, ya'ni tozalash, ma'lum bir maqsadni ko'rsatib orqa soyasida boshqa vazifalarni bajarib kelgan hodisa hisoblangan bo'lgan. Ya'ni bu ham ma'lum bir miqdorda burilish nuqta hisoblanadi aynan Xitoyning siyosiy tarixida. Rahmat.